Viloyat hududida kiber madaniyatni yuksaltirish oyligi kompleks targ'ibot tadbirlarini bugun University of Business and Science oliy ta'lim muassasasida o'tkazildi. Tadbirni o'tkazishdan asosiy maqsadimiz fuqarolarning kiber jinoyatlar qurboniga aylanishlarini oldini olish hamda kiber jinoyatlarga qarshi kurashishda fuqarolarda kiber madaniyatni yuksaltirish va kiber gigiyenasini shakllantirish hisoblanadi. Shu sababli o'zimiz va yaqinlarimizni kiber jinoyatchilikdan jabrlanishlardan saqlash, internet tarmog'ida xavfsiz foydalanish, plastik kartadagi mablag'lari firibgarlar tomonidan o'zlashtirib olishga yo'l qo'ymaslik uchun barchamiz birdek faol ishtirok etishimiz lozim.